Ikkinchi qirollik. Antoni, qanday dahshatli beboshlik. Buni qara. Vendelga uyatlar, toj kiydirish marosimi bekor qilinadi. Sen esa xayoling o'sha eski ko'zguni sotib olish uchun 5000 tilla topish bilan band. Qancha pulimiz bor? Ro'parasi 30 tilla. Qanday qilib ertaga sahargacha 30 tillani 5000 tillaga aylantirasiz? Qani, bu yoqqa ber. Beraver. Menda bir g'oya tug'ildi. Umid qilamanki, bu marosimimni o'tkazishga ham yordam beradi. Ishonaveringlar, bu meni eng mukammal g'oyalarimdan biri. Chaqaroq yuramiz. Ketdik. Avvalgi rejalaringni bari barbod bo'lganini eslatib qo'yishni lozim topdim. Hammasi joyida. Uchalamiz 10 tilladan bo'lib olamiz. Hech bo'lmasa bittamiz ertalabgacha kerakli pulni topish kerak. Rahmat. Bu esa shahzodaga. Yo'q, menga kerakmasligini aytunga, bu xuddi kamsitishga o'xshaydi. Aytdiki, unga Bu yoqayotgan ekan. ahvolimizda nima bo'lsa qilamiz. Omadli it o'yinchi. Yutug'ingizni u bilan bo'lishing. Biz uni 5 daqiqa avval ko'rib qoldik. Pastga tushmayman deyapti. Yaqin kelmanglar. Aks holda sakrayman. Ha, sakrayman. Hali pushaymon bo'lasiz. Butun rejalaringiz puchga chiqadi. Seni nima bunchalik ranjitdi? Odam bo'lishni istamayman. Bundan bosh tortaman. Meni qayta itga aylantirishingizni talab qilaman. Lekin nima uchun? Qanday qilib men o'zimni jazolayman? O'z tanamni qumsayapman. Egamni ham sog'inib qoldim. Meni baxtli kuchukka aylantirib qo'ying. Yaxshi. Menga o'z vachkarsonlaringni aytding. Endi mening qarorimni eshitib ol. Bu yerda hech qanday xo'jayinlar yo'q. Yagona egang menman. Shuni unutma, kuchukvachcha. Endi esa chavandozlik saboqlarini olasan. Yo'q. Ataganingizni tiksangiz bo'ladi. Kechirasiz oyim qiz, bitta oltin tangaga eng katta yutuq qancha? Quyon o'yiniga qo'ysangiz bo'ladi. Yutug'i birga 10 000. Qoyil. Lekin uni faqat bir marta yutishgan. Shu o'yin juda menbop ekanda. Men 20 taga ko'taraman. Nima bor yo'g'i 20 ta deysanmi? Men 50 ga oshirdim. Tikishingiz mumkin. Sizlar tikaveringlar. Bo'ri esa yutadi, keyin Virginia uni yana ham ko'proq sevib qoladi. Lekin bo'ri yutsa, Virginia ko'zguga ega bo'ladi, keyin esa uyga ketib qoladi-ku. Ming la'nat. 1 ga 60. Yutqazdingiz, janob. Yaxshi, yana bitta soqqa bering, iltimos. Ochamiz. Ayt, senda baqaloq novvoy bormi? Ko'z yoshingni to'kaver. Menda esa to'liq oila. Itlar otlarni yoqtirishmaydi. Shahzodalar esa yoqtirishadi. Qani mina qoling. Bo'ling. Ana, shunday. Asabiylashmang. Bo'la qoling. Bo'la qoling. Buyurmasangiz ot yurmaydi. Uni niqtang. Yordam bering. Otni to'xtatinglar. To'xtating. Hazrat oliyalari. Shahzoda qochib ketdi. Hammasi aksiga olyapti. Ishlar chappasidan ketdi.
Shunday zo'r rejam yo'qqa chiqdi. Qani huzurimga kel. Huzurimga kelsang, shuring oydinlashadi. Hazrati oliyalari. Sizdan najot so'rayman. Trollar podshosi bo'ysunishdan bosh tortdi. It ham topilgani yo'q. Shahzoda qochib ketdi. O'tinaman, menga yo'l ko'rsating. Trollar podshosini o'ldir. Ilojsizman. U juda qudratli. U katta qo'shinning himoyasida. Oppog'oyni zaharlaganim yodingdami? Sinovdan o'tgan qadimiy vositalar eng ishonchlisi. Meri Piplarning mevali bog'lari. Oyi! 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 Nima bo'ldi? Qarang, oyi! Nimani? Ana bu yerda qandaydir odam. Qarang. Yana qanaqa odam? Azbaroyi qudrat. Bu axir hazrati oliylari-ku. Yutqazib qo'yib quvongan odamni birinchi marta ko'rishim. Xullas, umringizda hech sevganmisiz? Bir marta ritsarni. Keyin bilsam oilasi bor ekan. Afsus. Yo xudoyim. Siz bu o'yinda yutdingiz. Yo'q. Quyon Rojer o'yinida yutdingiz. Tabriklayman, naqd 10 ming oltin tanga. Xazinaboniga uchrashib, yutug'ingizni olib keting. Meni majbur qilavermang. Men yutqazdim. Ishlaring qalay? Menmi? Haligi o'zing qalaysan? Bor pulimni boy berdim. Juda soz. Men ham yur bir aylanib kelaylik. Qanday ajoyib ayvon. Havo bilan musaffoki. Endi hech qachon uyga qayta olmayman. Qolgan butun umrim shu yerda o'tadi. Qanday dahshat. Nahotki endi men shu yerda Virginia, ortiq sendan hislarimni yashira olmayman. Hozir shunday bir tuyg'uni tuydimki, Men ham shunday. Men hozirgina nima? Bunga shahar sababchi, shundaymi? Biz sehrli shahardamiz. Lekin qalbda sevgi bo'lmasa, uni sehr jodu bilan yaratib bo'lmaydi. Dilimizda bor narsa shu yerda yuzaga chiqadi. Ehtimol bu taqdir. Bu ayni haqiqat. Sen bilan birga bo'lish qismatimga yozilgan shekilli. Albatta shunday. Sen haqsan. Dadamning ishlari qanday ketyapti ekan? Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Janob, endi qassob suratli qartalarim to'liq. Qo'yil dada. Yutug'im 600 bo'ldi. 600? Bu kam. Mayda o'yin bilan katta mablag' yutib bo'lmaydi. Endi kattaroq tikmasam bo'lmaydi. Bu yerda nima o'ynashyapti? Menga farqi yo'q.
karta o'yinidan cho'chimayman. Esingdami, bir hafta Las Vegasda bo'lgan edik. Ha, mashinamizni yutqizib qo'ygansiz. Nima? Yo'q, bu 1 yil oldin bo'lgandi. Ha, menga yana mana bunaqangi soqqalardan keltirib bor. Kechirasiz janob. Siz yutug'ingizni olishingizni kutyapmiz. Sekin. Yaxshi. Aytishlaricha pullar baxt keltirmas emish, ammo ular quvonch keltirishi aniq. Men ham shunday fikrdaman. 10 ming oltin tanga. Sanab olasizmi, afandim? Yo'q, rahmat. Qoyil. Ofarin. Jim, sekin qarsakbozlikni bas qiling. Sen bilan gaplashib qaytdi. olmoqchiman. Shu yerdaligingni bilaman. Nimaga faqat men seni ko'ryapman? Do'stlaring ko'zimga ko'rinmayapti. Ular kimning himoyasida? Bilmayman, hech narsani bilmayman. Seni o'ziga shaydo qilib qo'yibdi. Voy lattay. Agar lapashanglik qilmay uni o'ldirganingda, olam guliston. Ko'zimdan yo'qol dedim. Men bu o'yinning g'olibasiman. Qo'limda bir qo'g'irchoqsan. Doim shunday bo'lib kelgan. Men hech qachon so'zlaringga quloq solmayman. Hech qachon. Men qismatingdan xabardorman. Sen savol berasan va unga javob ola olmay o'lib ketasan. Sen kimsan? Nima qilish kerak? Nima qilganim ma'qul? Nima qilsam ekan? Yorimdan ayrilsam ham pulni berishim kerak. Vijdonan ish qilish darkor. U o'z uyiga qaytadi va malikaning taxtidan qulatadi. Ammo u ketsa sen o'lib qolasan-ku. Seni hayoting usiz bir pulga qimmat. Shundaymikin? Yo'q, albatta, juda unchalikmasdir. Xohlasa ketaversin. Shunga shuncha istirobmi? Menga turmushga chiqqin deyman. Ko'zguni sotib olish uchun pul beraman. Qolganini to'yimizga sarflaymiz. Zo'r fikr. Halol qaror. Uni o'zi tanlab olsin, yo u yo men. Ha, rahmat. Hisob. Pul tikish 500 vendelga ko'tarildi. Menga ko'plik qilar ekan. Xayr. Pul topsang qaytib kelarsan. Aytingchi, bu shahardagi eng zo'r tamaddixonami? Hozir soat nechiligini bilasizmi? Yo'q, men buyurtma bermoqchi edim. To'yim uchun restoraningizni to'liq band qilaman. Hoziroq ishga kirishavering. Men sizga eng lazzatli taomlarni tayyorlashni buyuraman. Ular jononimni ajoyib hissiyotlarga to'ldirib, dasturxonga mahliyo qilib qo'ysin. Taomlaringizni benazir ta'mi uning butun hayotini o'zgartirib yuborsin. Ular umringizda tayyorlagan eng a'lo yeguliklar bo'lsin. Meni tushundingizmi? Eng a'lolari bo'lsin. Ha, Men 9 qirollikdagi eng buyuk oshpazman. Qo'limdan ovqat yeyish uchun tupkaning tagidan kelishadi. mening jononim o'zga olam vakilasi. Uni bir qoyil qoldir. 13 xil issiq ovqat tayyorlaymi? Kam emasmi? Bo'ridan ham sal ochofat ekansiz, mehmonlaringiz necha kishi? 2 kishi? Ikkovingizgami? 20 tami sizlar debman. Ikkovingizga ko'plik qilmaydimi bu axir? To'g'ri aytasiz. Unda sho'rvani kamaytiring. Men uni topdim. Bu joyni bilaman. Bizdan 30 chaqirimcha narida. Endi hammasi ravshan. Menga trollar podshosini top. U biz bilan gaplashmayapti. Unga bolalaring o'ldi deb ayt. O'lishdimi? O'lishdi? Agar men bilan uchrashmasang o'lishadi. Ay, iblisdan tarqagan. Mary Piplarning olmazorida uchrashamiz. Yolg'iz o'zing qurolsiz kel, yo'qsa kalla kesarlaring bo'g'izlanadi.
baribir behisob pul ortib qolyapti. Ularni Virjiniyaga beraman. Oynasini sotib olaversin. Ha, olaversin. Voy. Kallavaram, ovsar. Eng asosiysini unutib qo'yibman-ku. Ma'zur tutasiz. Men Ozgina sabr qiling, tongni kutib olishim kerak. juda shoshib turgan Uzr edim. afandim. Ishimni tugatib olay. Yaxshi. O. Ha. Xo'sh, xizmat, buyursinlar. Haligi yaxshi. Meni ozroq pulim bor edi. Juda ajoyib tong. Nima istaydilar? Nikoh uziga olmoqchi edim, lekin g'aroyibidan. Bizda oddiylari bo'lmaydi, afandim. Menga qaylig'ingizni qomatini ta'riflasangiz, u domboqqinami? Yo'q. Shiradoru, ammo nozik va kelishgan. Go'zalmi yo unchalik emasmi? Maftunkor. Siz meni xafa qilyapsiz. Unday emas, afandim. Sizni xonamingiz uchun uzuk tanlamoqchiman. Ayrim uzuklarimiz uni hayratga soladi. Meni Virjiniyam har qanday uzukka ko'rk bo'ladi. Ishonaman. Jozibador, go'zal. U mamlakatda yagona qiz bo'lsa kerak. Jahonda yagona u. U holda men sizni ranjitmasligim uchun oddiy oltin va olmos ko'zli uzuklarni taklif etib o'tirmayman. Bo'ldi, ajoyib. Mana bular ham sizga munosib emas. Vaholanki uni qirollik gnomlari qo'lda ishlashgan. Mittivoylarmi? Siz yaxshisi mana ularga bir nazar soling. Meni tanlang. Meni tanlang. Meni tanlang. Meni tanlang. Meni tanlang. Meni tanlang. Nolkamtarlikka yo'ymangu. Ammo bu uzuklarga behayolarcha balandlar qo'yilgan. Puldan siqilganlar emasman. U holda siz meni mijozimsiz, afandim. Tanlab ulgurmadim-ku. Yo'q, janob. Men sizga eng noyob uzukni xarid qilish imkoniyatini taklif etaman. Marhamat. Mening orzuyim go'zal qizning barmog'iga ko'rk bo'lish. Bu kuylovchi uzukdir. Qanday mo'jiza! Kuylovchi uzuk. Men uni olaman. Uni dildoringizni barmog'iga taqqaningiz zahoti u o'zini ixtiyoringizga baxshida etadi. Bunga aminmisiz? Bu uzuk sohiblari hech vaqt rad etilmaganlar. Rostana? U abadiy kafolatlangan. Kafolatlangan? Uni xarid qilaman. Uni sizga atiga arzimagan 7000 oltin bendilga beraman. 7000? 7000. 7000. Nima sizga qimmatlik qildimi, janob? U holda arzonrog'ini ola qoling. Mana marhamat. Yo'q. Men uzukni sotib olaman. Men bilan yana bir qo'l o'ynamaysizmi? Biz 4000 tilla yutdik, to'xtatsak bo'lardi. 4000 yetarli deb o'ylaysanmi? Kamlik qilsa-chi yana bir marta o'ynashimiz kerak. Yo'q, shoshmang. Nima qilyapsiz? Tuni bilan o'ynab rosa charchagansiz. Yo'q. Tavakkal qilib yana bir marta tashlaymiz. Meni yutishim aniq. Men go'zalning barmog'ida kulaman va kuylayman. Bu hayotimdagi eng baxtli kun bo'ladi. Bugun o'zimni baxtiyor sezaman. Jim bo'l. Men kutilmagan sovg'a qilmoqchiman, Jim. Qiz barmog'in quchaman. Baxtdan ko'kka uchaman. Endi esa, voy! Pul yo'q-ku. Ishqilib Tonini omadi kelgan bo'lsin-da. Eng so'nggi tarjima filmlar faqatgina aslmedia.net saytida. Qayerlarda yuribsan? Shunday aylanib yuruvdim.
O'yin qalay ketyapti? Hisob. Xafa bo'lmang. Bu safar omadingiz kelmadi. Xo'p, menga omad keltirganing uchun va'damni bajaraman. Senga pul yaxshimi yo kulchami, kuchukvoy? Nima deysan? Shahzoda. Qimorda shohlarga hech kim bas kela olmaydi, xo'sh. Kimoshdi savdoga boradiganlar bormi? Ajoyib fikr. Ketdik. Endi 7-raqamli buyumga o'tamiz. Yetim qiz davriga oid sirli ko'zgu, u jodu kuchga ega degan taxminlar bor. Bu benazir buyumning boshlang'ich narxi qancha? 100, 200. Tez yordam. O'tkazib boringlar. Kechirasiz, ma'zur tutasiz, kechirasiz. Voy. O'libdi. Chavaqlab ketishibdi. Tarqalinglar. Ajinani o'ligini ko'rmaganmisizlar? Uylaringizga tarqalinglar. U endi qanot qoqolmaydi. Oxirgi taklif 3800 oltin tanga. Kim oshadi? 3801, 3802, 5000. 5000. Ha. Kim 5000 oltin tangadan ortiq to'laydi? 5001, 5002, 2, 10,000. Voy shoram, bu o'sha. 10,000 ni qayoqdan oldik-kim? 10,000 dan ortiq takliflar bormi? Tamaki chekayotgan janobga sotildi. Ismingizni aytsangiz, afandim? Sayyod janoblari, haqqini hozir to'layman. Qo'lidagi hassasi ajinaniki-yu, ajinani mana shu o'ldiribdi. Ketdik, nima qilib turibmiz? Keyingi asarga o'tamiz. Trollarning noyob haykali. Bu yerga faqat xaridorlar kiritiladi. 22 karatli oltin, qotib qolgan g'azab deb nomlangan asar. Nima uchun bu yerga erta keldik, hazrat oliylari? Malika kechroq kelishi kerak. Kim bo'l? U kelganda faqat meni va qurolsiz holda ko'rish kerak. Tushunarlimi? Ha, tushundim. Siz nega suyak g'ajiyapsiz, a'lo hazratlari? Uyimizda yaxshi yeguliklar bor. Ilikli suyak-ku. On hazratlari, meni surbetligim uchun kechirsinlar, ammo tushligimizni shohona deb atashga ijozat etsangiz. Yo tavba. Xuddi ertaklardagidek, ammo valiahd keluvdi, endi o'gay onasi keldi. Birpas ovozlaringizni o'chiring. Judayam yoqimtoy oila ekansizlar. Shahzoda sizlarga nimalarni so'zlab berdi? Hammasini aytdi. It bo'lganini ham, keyingi voqealarni ham. Jonginam. Bu javobing menga yoqmadi. Men yolg'izman. Qurolim ham yo'q. Men ham. Talabingni bajardim. Endi ayt, bolalarim qani? To'g'risini aytsam bilmayman. Seni uchrashishga majburlash uchun bahona qilgandim. Unda seni o'ldiraman. Buyuk rejamni bilishni istamaysanmi? Menga kirdikorlaring shundoq ham ma'lum. Soxta shahzodani taxtga o'tkazishni va 4-qirollikni o'zing boshqarishni istaysan. Seningcha men bitta qirollikka hukmdorlik qilish uchun 7 yil umrimni zindonda chiritdimmi? Ularni hammasini zabt etaman. Bunga meni nima daxlim bor?
Nima demoqchiligingni tushunib turibman. Seni eshitib bo'ldim. Trollar, chiqinglar! Bunaqasini kutmaganding, to'g'rimi? Mening ayg'oqchilarim 1 soat bog'da yashirinib yotishdi. Ehtiyotkorligingga qoyilman. Ammo sen 2 soat ilgariroq kelganingda olmalarni zaharlayotganimni ko'rarding. Zaharlash ham bir san'at. Uning ta'sir vaqtini oqilona belgilagan ekanman. Bilasanmi, shunday maqol bor. Nafsi yomon kuni yetmay o'ladi. Meni kaltaklaysanmi? Yo'q. Seni uyga olib ketaman. Juda soz. Bu nonushtami? Yo'q, sen trollarning kallasini yemaysan-ku. Hayda! Tavba, u erib ketdimi? Endi nima qilmoqchisan, Antoni? Ichmoqchiman. Soqi, menga bir shisha, sherigimga bir yaloq bo'za. Bizda faqat omixda sharob sotiladi. Bizda bo'ydoqning hissiyotlari, oqshom jodulari, davomli qarg'ish maylari bor. Salom yigitlar. Virginiyani hech kim ko'rmadimi? U endi keladi. Endi. Antoni, qizingni oqshomda bo'ri bilan yolg'iz qolishiga yo'l qo'yma. Nima uchun? O'zing anglamadingmi? Qayerdaligini esla, barcha qirolliklarning muhabbat poytaxti. Bu uni butkul ado qiladi. Voy bu, shunchalar ochmanki, kun bo'yi yugurib charchadim. Bir to'da otlarni yeb yuborishga ham tayyorman. Sen bilan gaplashib olsam degandim. Gapiraver, Toni. Bilasanmi nimadan tashvishdaman? Sochlaring to'kilayotganidan xavotirdasan. Sochimdan emas, qizimdan. Qizimdan. Yo'q. Ha, men shuni bilmoqchi edim. Unga nisbatan tuyg'ularing sofmi? Yo'q, shunday. Yo'q. Unchalik emas. Inkor qilmayman. Goh sevgim keladi, goh yegim. Hali kelin kuyovlarning nikohi o'qilmasdan turib qizingga janoza o'qishmasin. Virginiya nihoyatda hissiyotli va ishonuvchan qiz. Virginiya. Salom. Bugun juda ochilib ketibsan. Tayyormisan? Bilasanmi, bo'ri hech qayoqqa borgim kelmayapti. Yo'q. Unday dema. Rosa tayyorgarlik ko'rganman. Men och qolganim yo'q. Yo'q. Bu oqshomga tayyorgarlik ko'rishim oson kechmadi. Demoqchiman. Quloq sol. Mayli, bo'pti, bora qolay. Tashvishlanma, Toni. Qizingga shikast yetmaydi. Qizing bilan vidolashib qol, Antoni. Sen dunyodagi eng baxtli odamsan. Buni bilaman. Chunki seni qo'lingda kuylovchi uzuk bor. Jim. Birpas ovozingni o'chir. Kim bilan gaplashyapsan? Yo'q, o'zim. Shunday, men aravakashga shoshmasdan va sekin yurishni buyurdim. Kuy qayerdan taralyapti? Senga yoqdimi? Uni senga bag'ishladim. Bu to'ylar muborak deb ataladi. Avval men yaxshi ish boshlagandim, ammo faoliyatimni erta kengaytirib yubordim. Keyin inqirozga uchrab, hammasidan ayrildim. Ishimdan ham,
Xotinimdan ham, obro'yimdan ham. 10 ta qirollikdagi omadsizlik timsoli Tony Luis uchun oldik. Antoni, meni baxtsizligim oldida seniki nima bo'pti? Boshimga yetimlik sinovi tushganda bu imtihondan o'ta olmadim. Bas qil, sen aybdor emassan. Itga aylanib qolish har kimning peshonasida bo'lishi mumkin. Antoni, men xotiramni yo'qota boshladim. Ota-onam ismlari, kechmishim, tafsilotlari bari yodimdan ko'tarildi. Nazarimda go'yo kimdir hayotimni yemirayotgandek. Eng so'nggi tarjima filmlarni Siz uchun o'zbek xat tilida bor. ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Itni yetaklaginda xiyobondagi markaziy ustunga bog'lab qo'y. Agar 15 daqiqada talabimni ado etmasang, ko'zguni sindirib tashlayman. Bu qayerdan keldi? Dastyorimiz olib keldi. Bu sayyod. Bu yerdaligimizni qayerdan bildi ekan? Voy, endi nima qildik? Shubhasiz sen barcha 9 ta qirollikdagi eng go'zal qizsan. Bahs bo'ylashama, sen bu gaplarni ko'p qizlarga aytgansan. Sen meni birinchi muhabbatimsan. Nima? Birinchi? Nahotki shunday? Shunday? Bo'rlar umrida bir marta turmush quradi. Men esa birinchi yigiting emasman-a? Yo'q. To'g'ri, men ko'p yigitlarni uchratganman, lekin Oh, bu sevgi emas edi. Mening odamlarga o'rganishim qiyin. To ishonch hosil qilmagunimcha ko'ngil qo'ya olmayman. Menga meni tushunadigan odam kerak. o'sha odam menman. Agar ishonchingni oqlolmasam, bir umrga to'shaging yoniga bog'lab qo'riqchi qilib qo'y. Yo'q. Meni tushun. Men bunday qila olmayman. U bizga kamondan o'q uzsa-chi, tuzoqqa tushib qolamiz-ku. To'xta, topdim. Uning ko'z o'ngida men go'yo seni maydonga bog'lab qo'yaman. Xo'sh, keyinchi? U buni qayerdandir ko'rish kerak. Demak, u Yuqoridan kuzatib turadi. qayerda bo'lishi mumkin? Ana u minoradan. To'g'ri, u o'sha yerda. Ko'zgu ham o'sha yerda bo'lish kerak. U tomonga qarama, o'zingni go'yo qarshilik qilayotgandek tut. Ey Xudo! Mo'jiza, qanday tarovatli oqshom. Rahmat. Bu juda qimmatga tushgan bo'lsa kerak. Senga meni bir sovg'am bor. Maxsus sovg'a. Dunyodagi eng baxtli qizsan sen, ey go'zal jonon. Chunki bunday tuhfani ko'rmagan yarim jahon. Tugun qilib bog'lama. U menga yetib ola olmasin. Qayoqqa qochasan, sendan judo bo'lib qolsam? Nafasing qursin. Bo'pti. Omad yor bo'lsin. Shuncha narsaga pulni qayerdan olding? Nima? Sarf xarajatga mablag'ing bormidi? Aha, albatta, kecha tunda quyon o'yinida yutib oluvdim. Kecha? Axir hammasini yutqazib qo'ydim deganding-ku. Shundaymi? Keyin ozroq yutib oldim. Hamma pulni boy berdim deganding. Senga olgan sovg'amga xursand emasmisan? Seni sevaman deyishga qanday tiling bordi? Aldading meni. Chig'anoqni ochinglar. Meni chiqarib yuboringlar.
Yo'q, yo'q. Hey! Hey! Yutuq qancha edi? To'g'risini aytsam, aniq eslolmayapman. Qancha edi? Menimcha, taxminan 10 ming bor edi. 10 ming? 10 ming? Biz ko'zguni sotib ololmayapmiz. Sen shuncha pulni yemishga sarfladingmi? Yo'q, yemishga sarflamadim. Ularni sen uchun Biz ishlatdim. uyga qaytishimiz mumkin edi. Uyimizga qaytishimiz, tushunyapsanmi? Axir bu yerda begonamiz. Uyimga borgim kelyapti. Yo'q, sen uyga ketmaysan. Biz bayram qilamiz. Minglab rangli chiroqlar yoqishga, tonggacha mushakbozlik qilishga buyurtma berganman. Men bir bahonaman, xolos. Sen o'zingni o'ylaysan. Yo'q, sen yanglishyapsan. Seni ko'rgani ko'zim yo'q. Virginia, iltimos ketma, Virginia. Shahzoda keldi. Shahzoda qaytib keldi. Qaytib keldi. Valiahd qaytib Shahzoda keldi. Shahzodaning qaytishi endi hamma baxtli bo'ladi. Qirollik xabarnomasining yangi soni. Naqadar ahmoqman. Mendek maxluqni sevib qoladi deb ishonib yuribman. Qayerda go'zal dilbar? Tur o'rningdan uni axtar. U kelyapti. Qaytib kelyapti. Qaytdi. Qaytib kelibdi. U kelyapti. U kelibdi. Qarang. Shahzoda Vendel! Shahzoda Vendel! Bo'lishi mumkin emas. Bu qalloblik. Valiahd Vendel menman. Janoblar, tanglik davri tugadi. Qirollik xavfdan xoli. U qaytib keldi. Toj kiydirish marosimi bo'ladi. Voy. Yo'q, qizni ranjita olmaysan. Ko'nglini ko'tara olmaysan. O'zingdan ko'r omadsiz noshud. Ko'rdingmi? Senga aytgandim-ku. Mensiz hech kimsan. Oldimga qaytasanmi? Hozroq yo'limga yurasanmi? Ha.
foydasi yo'q. Bundan battari ham bo'lishi mumkin edi. Bu sizmi? Katta Fahm! Uyga qaytish uchun yagona umidimiz shu edi. Lekin men Antoni, shoshmay tur. menimcha u sendan qattiq xafa. Tomga chiqmaganing ma'qul edi. Ishlarimiz chappasiga ketdi. Shoshma. Ehtiyot bo'l, qo'lingni kesib olasan. Qaranglar, u ko'zguni sindiribdi. Ko'zguni sindiribdi. U sehrli oynani sindirdi. Endi 7 yil baxtsizlik bo'ladi. Hoy, bas qilinglar. Namuncha irimchi bo'lmasalaring. Bularning hammasi bitmas tugamas bid'at. Nima bo'ldi? Kattaligini qara. Bu qayg'urdan yeb qoldi. Qani bu yerdan tuyog'ingni shiqillat. Shum qadamliging o'zingga ursin. Daf, bo'l falokat. Ha, xo'p. Xo'p dedim-ku. Buni endi foydasi yo'q. Rom yo'qoldi, siniqlari sochilib ketdi. Bu yerdan keta qolaylik. Orqasida nima bor ekan? Shoshma. Siniqlari aralashib ketmasin. O'zi ham 1 soat yig'dik. Nega bunday qilyapsan? Ey, Qarang. bu menimcha maxfiy afsun. Urushga mo'ljallangan tog'dagi kon. Ha, bu birorta jang tafsilotimikan, ha? Yo'q, bu afsun emas. Korxonaning yorlig'i bo'lsa kerak. Qarang, urush uchun Bu tayyorlangan. holda tog'dagi konchi? Yo'q, bu yerda boshqa so'z. Mana bunday. Tog'. Mana bu ham tog' bo'lsa kerak. Yo'q. Mana bunday. Tog' urush uchun? Xo'sh. Unda mana bu nima? Andar degan so'zmi? Yo'q, andar emas, ajdar. Ha. Gnomlar tomonidan Ajdar tog'ida urush uchun tayyorlangan. Ana shunday. Ajdar tog' xatarli joy. Uni qayerdaligini bilasanmi? Albatta, lekin Qayerdaligini bilar ekan. Bo'lmasa, Vaqt borida jonivordik. lekin juda uzoqda. Nima qilibdi? Fermaga kirib, yegulik g'amlab olamiz. Bu oltin emas. Oltin. Bu sifatli oltin emas. Bu qalbaki tilla yaxshi bo'lsa arzon sotisharmidi? Bu dunyodagi eng beo'xshov haykal. Bu qanday ovoz bo'ldi? Ha? La'nati alvastlar. Voy, Qani, turdik. voy. Oyoqlarim chalishib ketyapti. Menimcha hech kim yo'q. qandaydir ovozlar eshitilyapti. Unda orqa hovlini tekshirib ko'raylikchi. Voy, ado bo'ldik. La'nati bu o'sha. Ularga o'lim. Qaytishingiz muborak, a'lo hazratlari. Sizdan ko'p xavotir oldik biz. Xayriyat, didoringizni ko'rdik. Ha, farmoningizga muntazirmiz. Lord Rupert toj kiydirish marosimingizga hadyalar keltirish uchun ketdi.
Aytgancha mana bu mulozimingizni taniy olmay turibman, u yangimi? Ser, men xos xonamga boraman. Bosh ustiga on hazratlari, yo'lda ancha toliqqandirsiz. Yo'q, zahar tang qilib qoldi. Tez borishim kerak, yo'qsa simyog'och qidirib qolaman. Yana nima xizmat buyuradilar? Ha, meni yaxshi ko'rgan yemishim nima? Kakao bilan pishloq. Qatlama ham, hazratim. Bo'pti, bir tovoq ilikli suyak ham keltir, xo'pmi? Ha? Yo'ldan qoch. Yo'ldan qochlaring dedi mahmoqlar. Eng so'nggi tarjima filmlarini o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq Yandex ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Men itvachchalik paytimda, yosh bola vaqtimda Ajdar tog'da bo'lganman. Mittilar qarorgohiga kirish yo'li baland qoyada edi. U yerda katta g'or bor. Boshqasini eslolmayman. Borgan sari xotiramni yo'qotib, rostmana ko'ppakka aylanib borayotganimni sezyapman. Shekilli. Nahotki men Qo'rqinchli ekan. Ruxsatnomani kimdan olamiz? Men qayoqdan bilay? Balki yuqoriroqdadir. Ketdik. bu yerda ajdarlar bor yo'qligini ham eslolmayapman. Yo'q. Bu jodugarlik. Jodugarlik. Biron mo'jiza ko'rdingizmi? Sezmadingmi? Bog'ichlar bir vaqtda uzilib ketdi. Bu tasodif bo'lishi mumkin emas. Yo'q, balki ularni o'zingiz bo'sh bog'lagandirsiz. Yo'q, mahkam bog'lagandim. Bu omadsizlikdan. Siz bilan yo'lga chiqqanim ham mening omadsizligimdir. Nima darding bo'lsa, hozir aytib, yuragingni bo'shatib ol. Har holda bu qovoq solib yurgandan yaxshiroq. Qovoq solayotganim yo'q. Xotin zotiga hech ham tushunmadim-da. O'sha tomda sizga balo bormidi? Kalla bormi o'zi? Birdan bir umidimiz ko'zgu edi. Arazing hali shungamidi? Kelgan balo qazo o'shanga ursin. Bir umr sizning tashvishingizda yuraman. Sal chalg'isam bir baloni boshlaysiz, dada. Sen menga qaraysanmi? 20 yil seni kim boqdi? Haftasiga 6 kunlab ishlaganlarim-chi? Hech qaysi hisobga o'tmaydimi? Gohida sizni bo'g'ib qo'yim keladi. To'polondan foyda yo'q. Tag'in o'zing bilasan. Juda siz. Bu yerda qamoqxonadagidan ancha yaxshi ekan. Hech kimning yordamisiz o'zim kiyindim. Qarang. Hay! Javob beringlar. Bu yerda kimdir bormi? Hay! Hay, bu yoqqa kelinglar. Malika shu yerda ekan. Hazrat oliyalari, biz qaytib keldik. Omonmisiz? Ilgarigidan ko'ra yovuzroqmiz. Ochig'i sizlarni yana ko'raman deb o'ylamagan edim. Hazrat oliyalari, otam bilan ko'rish uchun oynangizdan foydalanishga ruxsat etsangiz, bizdan rosa ham xavotirdadir. Qayg'uli xabarni hali eshitmadinglarmi? Hech narsani eshitganimiz yo'q. Bizni oltinga aylantirib qo'yishgan edi. Otangizni o'ldirishdi. Kim bunga jur'at qildi? Jodugar qiz otangizni zaharladi. Uni topishga ont iching. Ont ichamiz. Yo'ldan chetga chiqib ketdik-ku. U aytgan yo'l so'qmoqqa qarab ketgandi. Biz esa yuqoriga chiqishimiz lozim. Bu hatto yo'l ham emas, yovvoyi so'qmoq. Biror yoqqa qarab burilib ketgan bo'lsa ham ajab emas. Shahzoda, aytchi, hozir kim haq? Antoni,
Shohona udumimizga zid bo'lgan bir iltimosim bor edi. Meni qo'lingda ko'tarib olsang. Men haqman, yo'l bu yoqda. Ixtiyoringiz. Men esa to'g'ri yo'ldan ketaman. Boraver. Ajdarlarga yem bo'lsang o'zingdan o'pkala. Men u yoqqa bormayman. Yaxshi. Sen noto'g'ri yo'lni tanlading. Bekor bo'ldi. Ikkovi bir baloni boshlaydi. Sen men bilan borasanmi? To'g'ri yo'l tanlaganimizni sen tasdiqlaysan. Otasiga ham shunaqa muomala qiladimi? Qaysarligini qara. Men to'g'ri yo'lni tanlaganim uchun men bilan ketdingga? Yo'q. Yo'q. Meni gaplarimni u tushunmagani uchun senga ergashishga majburman. Qizim o'zi meni ham tushunmaydi. Otam umrida bir marta haq bo'lib chiqdi shekilli. La'nati arilar toshlarni orasiga inqilib tashlashibdi. Qo'limni sog' yeri qolmadi. Aql bovar qilmaydi-ya, qara. Toni, men qo'rqib ketyapman. Nazarimda aqldan ozyapman shekilli. Qo'rqma, hammasi joyida. Biroz o'tirib dam olaylik, hammasi o'tib ketadi. Iltimos, sen yaxshilab qashib qo'y. O'zim qashiy olmayapman. Mana shunday. Ajoyib. Niyopray, shunda men rostdan itga aylanib boryapmanmi? Juda holdan toydim, itdek charchadim. Uyqum kelyapti-ku. Shuni yapsammi? Bir kun kelib men qaniydi kuchuk bo'lib qolsam. Menga ham g'amxo'rlik qilishsa, boqishsa, hech narsadan g'amim bo'lmasa, zo'r yashash bo'lardi-da. Salom. Yetib kelibsiz-da. Endigina yetib keluvdik. Rostdanmi? Rost, 1 soatdan ham oshdi. Qarang, musobaqalashayotganimizni bilmabman. Men esa bu yoqda yo'l borligini bilmabman. Bu yerda panja izi bor ekan. Ular anavi yoqqa ketishgan. Otamiz o'ldi-ya. Otamiz o'ldi. Bo'ldi, bas qil. Buni yaxshi tomoni ham bor. Endi bizni savalay olmaydi. Bo'lmasam. Biror ishni eplay olmasak, endi jazosidan qo'rqib yurmaymiz. Yaramas qariyadan qutulganimiz muborak bo'lsa. Zo'rlarga to'ysin. Yo, to'xtanglar. Shunday deyishimiz insofdamikin? U bizni otamiz edi, axir. Bizni ov qilishga o'rgatgan edi. Bizga qurol yaroq sovg'a qilgandi, sizdami? O'ljalarimiz qushini yo'qotmasligi uchun ularni qanday qiynash kerakligini o'rgatgan edi. Sho'ramiz qursin. Hech qisi yo'q. Hali u jodugarni qo'lga tushiramiz, kallasini uzib tashlaymiz. Tur, nimada o'tirganingni bir qara. Nima bu? Bu yerga takabbur hayvon dafn etilgan. Sizningcha bu odamlar ajdarga duch kelishganmi? Balki ajdar ularni tutib olgandir. Bu shunchaki qadimiy bir qabr, ajdarlar esa afsona. Naqadar tubanlik. Shunday balandlikka o'rmalasaga. Shu yerda tunashimizga to'g'ri keladi. Qabristonda-ya? Jiddiy aytyapsizmi? Esingizni yeb qo'yibsiz-da. Yuqoriga shu yo'ldan chiqishni tanlab xato qildim. Kechir meni. Bo'rini qo'msayapsanmi?
Lekin chamasi men tamom bo'ldim. 7 yillik omadsizlikka dosh bera olmayman. Senga aytib qo'yishim kerakki, men sen bilan faxrlanaman. Sensiz bizlar bu yergacha yetib kela olmagan bo'lardik. Meni kuching dedi, sovqotyapman. Katta suyak, ajoyib suyak. Shahzoda, mana bu suyakni qayerdan olding? Katta suyak, bahaybat suyak. Ha, haqiqatan ham katta. Bunaqasini ko'rmaganman. Qayerdan olding? Men bilan yuringlar. Ha, bu ajdar. Olov purkashga ham holi qolmabdi bechorani. Ha, to'g'ri. Lekin baribir nimanidir qo'riqlayapti. Bu kirish yo'li. To'xta, Shahzoda. Qani, yurchi. Oh, Mittilar tog' konlari. ko'zgu shu yerda tayyorlangan. Buni tubi ko'rinmaydi-ku. Biz bu yerdan hech qanaqasiga o'ta olmaymiz. Menimcha bu yagona kirish yo'li. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. Bo'pti, mayli, ketimdan yuring. Agar mittilar shu yo'ldan foydalangan bo'lsalar, demak u xavfsiz. Bu qayoqqa olib boradi? Agar shiflar past bo'lsa-chi? Virginia, bu tushish yo'li bo'lmasa kerak. Agar shu yerdan ajdarlarga ovqat tushirishsa-chi? Xudoyim. Bo'la qoling, dada. Ana bo'larkan-ku. Barakalla. Qoyil. Juda ajoyib. Diqqat! Diqqat! Birodarlar, bugun juda ulug' kun. Biz yangi ko'zguni dunyoga kelishiga guvoh bo'lib turibmiz. So'nggi 500 yil ichida bizdan boshqa hech kim bunga muvaffaq bo'la olmagandi. Eng so'nggi tarjima filmlarni o'zbek tilida ko'rmoqchimisiz? Unda hoziroq yangi TV ilovasini Google Play yoki App Store'dan yuklab oling. Bu Shahzoda Vendelni toj kiyish marosimiga bizni tuhfamiz bo'ladi. Ko'rdingmi, Shahzoda? Senga atab yasalibdi. Voy boshim! Bizni ko'zgular saltanatiga yashirincha kirib keladiganlarga beriladigan jazodan xabardormisizlar? Katta jarimami? O'lim. Bu bizni hududimiz. Ammo bizda hech qanday ayb yo'q. Biz 4-qirollikka qaytmoqchi edik. Begona chegaraga kirib qolganimizdan bexabar edik. Bu bahona bo'la olmaydi. Sizlar 9-qirollikka daxl etdinglar. Kimki bizni sirlarimizni bilishga urinsa, qatl etiladi. Sirlar, ular bizni qiziqtirmaydi. Bizga sizning yordamingiz kerak. Shunday. Yaqinda bir sehrli ko'zgu bilan arzimagan ko'ngilsizlik yuz beruvdi. Bu senmiding? O'sha sen ekansan-da. Nima qilib qo'yganingni bilasanmi? Sen eng buyuk sayohatlar ko'zgularidan birini sindirgansan. Lekin biz Shoshmang, sayohatlar ko'zgularidan birini dedingizmi? demak, boshqalari ham bor ekanda. Qolgan ikkitasini ham sindirmoqchimisizlar? Yo'q. Qayerdan topsak bo'ladi?
Bu yerdan o'lim topasizlar. Ularni eski quduqqa olib borib uloqtiringlar. Yo'q, yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. Yo'q, yo'q. To'xtanglar. Voy, to'xtanglar. To'xtang. Haqiqiy oynaga qaranglar, ko'ringlar. Qarang. Bu axir valiat Vendel-ku, odam zotidagi eng buyuk ayolning nabirasi. Rost, bu o'sha zot. Men esa uni yagona tilmochiman. Bu qanday mo'jiza bo'ldi? Kimsizlar, darbadarlar? Biz maxfiy safarga chiqqanmiz. Maqsadimiz shahzoda Vendelni asl qiyofasiga kirishish. Men nihoyatda e'tiborli shaxsman. Qadimiy afsonalarimizdan birida mag'rur shahzoda kun kelib huzurimizda tiz cho'kib turishi aytilgan. Ana o'sha kun bugun keldi. Voy la'nati! Shu ahmoqona kallamni bugun 100-marta urib olishim. Ehtiyot bo'lganda. Mitlarni yomon ko'raman. Birinchi uchratganimdayoq chopib tashlayman. Ular trollarni ko'rgani zahoti itlar to'dasiday tashlanib burdalab tashlaydilar. Bas qilinglar. Bizlar kimmiz o'zi? Trollarmi yo sichqonlar? Trollarmiz. Biz hech kimdan qo'rqmaymiz. Mitti ginomlar ming yillardan buyon shu g'orlarda ma'dan qaziydilar. Qadimda biz ko'p ofatlarga duch kelganmiz. Chunki bu yerlarda ajdarlar behisob edi. G'orlarda simob bor. Ajdarlar esa simobga juda o'ch bo'lishadi. Oddiy simob. Oddiy ko'zgular uchun qulay modda. Sehrli oyna yasashga urinishlar asosan muvaffaqiyatsizlikka uchraydi. Ba'zan mittilarning buyuk zakovati bekor ketmaydi. Voy, Darvoqe, ish qilib omadsizlik kasaliga uchramadingizmi? Biz singan sehrli ko'zgu o'rniga boshqasini izlayapmiz. bunda bizni aybimiz yo'q. Shunday. Sehrli ko'zgu. Ko'hna kitoblarda bu qadimiy ashyo haqida ma'lumot yo'q. O'zim ham shunday deb o'ylovdim. Lekin yana bir imkoniyat mavjud. Balki Gustav biror nimani bilar. U ham ko'zgu. Gustav, mehmonlar kelishdi. Qattiqroq gapiramiz, yaxshi eshitmaydi. Gustav, sizga bitta savolimiz bor. Biz sizdan sayohatlar ko'zgusi haqida so'ramoqchi edik. Savollarga javob olursiz albat. Uni qofiyalab bering faqat. Qadimda barcha ko'zgular she'riy qofiyada so'zlashishgan. Urinib ko'ramiz. Juda katta marhamat ko'rsatgan bo'lardingiz bizga siz. Qolgan 2 ko'zguni daragini aytsangiz. Bu dunyoda 3 tagina sirli ko'zgu bor edi. Birinchisi 3 qop oltin bahosiga sotildi. Qolgan 2tasi qani? Haligi bir falokat tufayli ko'zgumizdan ayrildik. Muhtoj bo'lib yordamga huzuringizga keldik. Antoni degan nodon sindirdi birinchisin. Uni siz ham bilarsiz bu noshudning kimligini. Ha. Ikkinchisi afsuski sirli ummon tubida uni topmoqlik baxti nasib etmas hech kimga. Ha, bilamiz. Uni hech kim topolmaydimi? Aytishlaricha bitta ko'zgu Shimoliy dengizga cho'kkan ekan. Nazarimda o'shani aytayapti. Sizga keraklisi ko'zdan pana. Uni o'g'irlab olgan o'gay ona. Ummon tubiga cho'kkan. Antoni, yoningda kulcha yo'qmi mabodo? Yo'q, hech narsa yo'q. Bizga yordam berganingiz uchun beqiyos minnatdormiz. Malikani qayerdaligini ayting, iltimos. O'gay ona ham olis, ham yaqin joyda. U o'ziga tegishli bo'lmagan uyda. Oppog'oyning qasriga ega bo'lish maqsadi. Qolgan barcha yerlarni ham zabt etishdir istagi. U shahzoda Vendelni qasrida ekan. O'zim ham shunday deb o'ylovdim. Yo'q, keragi yo'q. Qotillar! Hamma ko'zgularimni sindirdilaring. Ko'zgular qotillariga o'lim, qatl etilsin. Ketdik. Tezroq. Xatar bonga urilsin.
Nima bo'lyapti? Voy! Tezda bo'lish kerak. Sen tushaver, men ortingdan boraman. Ha, sekinroq, sekinroq. Virginia! Hammasi joyidami? Yo'q, yaxshi emas. Bilmadim, bu ko'rikliklariga yana qancha chidayman. Odam degan sal ehtiyotkor bo'ladi. Ayb menda emas, hammasi omadsizligimda. Nahotki hali bundan ham battar bo'lsa. Dada! Dada! Tirikmisiz? Bilmadim, negadir hech ham qimirlay olmayapman. Xo'p, sizga yordamlashaman. Yo'q, yo'q. Belim sindi shekilli. Hech qisi yo'q. Qutulib ketamiz. Bu yerdan chiqish yo'lini topib olamiz. Avvalgi yo'ldan qaytishimiz mumkin emas. Bu yerda o'lib ketishni sirayam istamayman. Qo'rqmang, o'lmaysiz. Bu yerdan chiqib ketamiz. Qimirlay olmayapman. Chiqish yo'lini topaman-u, albatta qaytib kelaman dedi. Xo'pmi? Shahzoda Shabada furini seza oladi. Yo'laklar juda ko'p, qaytish yo'lini topa olmaysan. Tashqariga yo'l topib, sizni olib ketaman, ishonavering. Va'da beraman. Qaytishda adashmaslik uchun yo'lga non urvog'ini sochib boraman. Mana shunaqa qilib. Meni qo'yaver. O'zing qutulishga urinib ko'r. Men qaytaman. Yettovlon suyuklilaridan uni beqiyos darajada sevgan umr yo'ldoshidan shu muzliklar quchog'ida orom topgan mehribonimiz opog'oyga yodgorlik. Virginia. Salom Virginia. Charchaganga o'xshaysan. Siz o'likmisiz? Xullas, ha, shunday desa ham bo'ladi. Men mehrli farishta qiyofasida ham namoyon bo'la olaman. Haliyam jahonga ta'sir ko'rsatish qudratiga egaman. Seni malikaning ko'zgusiga ko'rinmaydigan qilib, o'z himoyamda olib yuraman. Yaqinda ko'p narsani ko'rib, hayratga tushasan. Ochig'ini aytsam tushunmayapman.
Senmisan? Virjiniya nevaram senga yoqdimi? U juda ham yoqimtoy. It qiyofasida yurish unga ancha saboq bo'ladi. Lekin u shuuridan ayrilib boryapti. Shu bois ham mas'uliyatni sen zimmangga ol. Uni qirolligini qutqarishing kerak. Meni? Men siz o'ylagan odam emasman. Yo'q, aynan o'sha sensan. Seni uzoq kutdim, Virjiniya. Meni onam qirolicha edi. U har kuni deraza oldida qor uchqunlarini tomosha qilgancha kashta tikib o'tirarkan, qizaloqli bo'lishni o'ylab xayol surardi. Bir kuni qo'liga igna sanchilib, 3 tomchi qoni qorga tomadi. Shunda u meni tug'ilishim bilanoq olamdan ko'z yumishini tushunadi. Otam uzoq vaqt qayg'urib yurgach, yolg'izlikka chidolmasdan ikkinchi bor turmush qurdi. O'gay onam o'zi bilan qasrga keltirgan yagona buyum sehrli ko'zgu edi. U har kuni yotog'iga qulflanib olganicha o'zini oynaga solib o'tirardi va shunday derdi: "Dunyoda eng go'zal kim? Aytchi meni ko'zguyim." Oyna esa javob berardi: "Jahonda eng beqiyos sensan." Ko'zlari charos, u bundan g'ururlanardi. Chunki ko'zgu faqat rost gapirishni bilardi. Keyin esa asta-sekin ulg'ayib boraverdim. 14 yoshga to'lganimda go'zal qiz bo'lib yetildim. Bir kuni Malika ko'zguga odatdagidek savolni berdi. U shunday dedi: "Go'zallar qatorida sen ham borsan, Malikam, lekin oppog'oy eng go'zal husn va jamolda bekam" dedi. Shunda o'gay onam ovchini yoniga chaqirib, meni o'ldirishni buyurdi. O'gay onam meni o'limimni xohlayotganini bilganimda qanday dahshatga tushganimni tasavvur ham qila olmaysan. Ovchi meni halok qilish uchun miltig'ini ko'targanida nobud etmasligini so'rab unga yolvordim. U asta qurolini pastga qaratdi. Men esa o'rmon ichkarisiga qochib, holdan toyguncha yugurdim. Bir payt ko'z oldimda kichkinagina kulba namoyon bo'ldi. Biz o'rmonda duch kelgan kulbami? Ichkariga kirganimda hamma narsa ko'zimga jimitdek bo'lib ko'rindi. Stolda 7 ta taqsimcha turar, 7 ta mitti karavotchalar esa bir qator terilgandi. Charchog'im kuchlilik qilib darhol uxlab qolibman. Uyg'onib qarasam, zinadan kimlardir chiqib kelyapti. Qo'llarida konchilarning chiroqlari. Qo'rqqanimdan qimir eta olmay qoldim. Ular menga ko'zlari tushgach, "Qanday yaxshi qizaloq" deyishdi. Agar uyni sarishta tutsam, ovqatlarini pishirib, kiyimlarini yuvsam, uy ishlarini bajarsam, shu yerda qolishim mumkin ekanligini aytishdi. Hech narsaga muhtoj bo'lmaysan deyishdi. Ularga o'gay onamning qilmishlarini so'zlab berganimda qo'rqib ketishdi va shaharga tushmaslikni aytib, begonalarga eshik ochmasligimni tayinlashdi. Ammo Malikani ko'zgusi meni topadi. O'gay onam qari kampir qiyofasiga kirib, 7 tog' oshi men turgan kulbaga yetib keladi. 2 marta kelib meni halok eta olmagach, oxirgi marta bir savat dunyodagi eng chiroyli va xushxo'r olmalarni keltiradi. U olmalarni zaharlab keltirgan ekan. Menga zaharli o'sha mevalarni yedirgach, toki jonim uzilgunicha tepamda turdi. Men uni qo'lida jon berdim. Ko'pincha o'ylab qolaman. Nima uchun men notanish odamga eshik ochdim? Axir o'gay onamning maqsadlarini va kirdikorlarini bilardim-ku. Ammo bir umr kulbada qamalib ham o'tira olmasdim. Hayotim xavf ostida bo'lsa ham, halok bo'lishimni bilsam ham, nurga intilgim kelaverardi. Lekin buni menga taalluqli tomoni bormi? Bor, Virjiniya. Seni qalbing nega bunchalar muzday? Nega olamga nisbatan bunchalar sovuqsan? Go'yo sovuq o'rmonda adashib yurgandeksan. Lekin adashgan qizchalar ham o'z yo'llarini topa olishadi. Sen buyuk o'zgarishlar arafasida turibsan. Yo'q, unday emas. Men hech kim emasman, bu qo'limdan kelmaydi. Bir kun kelib sen ham men kabi buyuk bo'lasan. Barcha adashganlarga o'zing rahnamolik qilasan. O'rningdan tur. Tura qol. Ko'taril. Serial davomini hozir Bu ko'zgu senga nima qilish kerakligini ko'rsatadi.
Biz malikani o'z quroli bilan, ya'ni og'u bilan mahv etamiz. U meni zaharlamoqchi bo'lgan zahar tomizilgan taroqni top. Yolg'iz o'zim nima ham qila olardim? Qo'rquvingni mahv et. Uni ortiga yashirinma. Olg'a bor. Mashalam o'chyapti. O'chaversin. Zulmatni yorib o't. Lekin qorong'ulikda yo'l topolmayman-ku. Sen menga bitta tilagingni tila. Men esa uni albatta bajarishga urinib ko'raman. Yaxshi. Men otamning omadsizliklari tezroq tugashini xohlayman. Belining singanidan ham iz qolmasin. Ikkita tilak bildirding, lekin ado etdim. Endi tezroq bor. Otang katta xavf ostida. Bora qol. Men uni qanday topaman? Tezroq yoniga bor. Bo'la qol. Shoshil. Virginia. Sensiz aqldan ozay dedim. Seni ko'rishdan umidimni uzuvdim. Juda to'g'ri qilgansan. Ey Xudoyim. Men sekin yuraman. Lekin doim maqsadga erishaman. It qani? Shahzoda qani? Qiz qayerga ketgan? Shaytonga ro'para bo'lgur. Senga boshqa savol bermayman. Xohlasang o'ldiraver, menga baribir. Yo'q. Azobli o'liming oldidan hamma bilganlaringni aytib berasan. Turing, ketdik. Turolmayman, umurtqam singan-ku. Endi sog'siz. Yo tavba. Rostdan ham og'rimayapti. Bu qanday yuz berdi? Men mo'jizaga duch keldim. Chiqish yo'lini topdingmi? Undan a'loroq. A'loroq? Bu hayotda qutulib ketishdan yaxshiroq nima bor o'zi? Bor-da. Nima u? Nima u? Aytsangchi. Qarang. Nima bu? Hozirgina shu yerda edi. Ana bu yerda. Kim? Nima? Sen yo'lini topdingmi? Ha. Voy, nima qilyapmiz? Qanday yuramiz endi? Eshityapsizmi? Eshityapman. Biz chiqib oldik. Aql bovar qilmaydi. Demak endi 4-qirollikka qaytish kerak. Buni qayerdan olding? Aytchi menga ko'zgujon. Kim go'zallikda mukammal? Bu Kristinami? Yo'q. Bo'lishi mumkin emas. O'sha. Yo falak. Bu seni onang-ku. Seni onang. Kimdir meni kuzatyapti. Bu mening onammi? To'xtang. Meni josuslar kuzatishyapti. Yo'q, bo'lishi mumkin emas. U onam edi. Onam. Bu qanday yuz berdi ekan-a?
Siz uni Mayamida yashayapti degan edingiz-ku, dada. Uni qayg'urga jo'nab ketganini bilmaganimdan shunday degandim-da. Ko'zguni nega otib yubordingiz? Biz uni ko'rgan ekanmiz, demak, u ham bizni ko'rib turgan bo'lishi kerak. Nima? U bizni ko'rsa nima qilgan bo'lardi? Nima qilgan bo'lardi? Onam bu yoqqa qanday kelib qoldi ekan, ha? Demak, unda ham ko'zgu bor. asilmedia.net saytidan yuklab olindi. Film Nurafshon TV telekanali buyurtmasiga binoan Global Dub studiyasida dublyaj qilindi. Filmga aktyorlardan Mohira Nurmatova, Hoji Akbar Komilov, Elbek Mirzohidov, Akmal Soipov, Dilbar Abdukamolova, Sayfiddin Fayziyev va Otabek Rahmatovlar ovoz berishgan. Dublyaj rejissyori Dilmurod Abdulhamidov, ovoz rejissyori Bunyod Shuhratov, muharrir Sunnatilla G'ulomov, prodyuser Murodilla Toshmatov.